Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, Alloh haq subhanahu va taologa shukronalarimiz bo'lsinki, siz va bizlarni mu'min, musulmon qilib yaratdi. Hammalarimizni bu dunyoga omonat qilib yuborar ekan, vaqtincha yashab, Allohning buyruqlariga itoat qilib, bandalikni bajo keltirib, bir kuni bu dunyoni tashlab ketishligimizni ham Alloh bizga kunini, soatini belgilab qo'ygan. Bunga hammamiz iymon keltirganmiz. Allah Qur'oni Karimda "Estaizu billah, kullu nafsin da'iqatul maut", bu dunyoda har bir nafs egasi borki, bir kuni o'limni sharbatini totadi deb marhamat qilgan. Lekin inson o'zini yaqinidan ayrilish musibatini juda qabul qilish qiyin bo'lar ekan. Ayniqsa otadan, ayniqsa onadan. Ota-onadan judo bo'lgan juda ko'pchilikni qalbida o'ta mahzunlik ko'payib ketadi. Ba'zilar besabrlik qiladi, ba'zilar sabrlilik bo'ladi. Yaqinda bir inson oldimga kelib yig'lab gapirib qoldi. "Domla, mani otam olamdan o'tdilar. Otam jon berayotganlarda yonida o'tirdim. Otam juda qiynaldi, juda qiyinchilik bilan ketdi. Otamni qay ahvolda jo'natdim ekan, nima bo'ldi ekan, amallari nima bo'ldi? Siqilaman domla, yig'layman. Dadam yaxshi inson edi, lekin dadam oddiygina bir mu'min edi xolos-da. Na ilmi bor edi, na boshqasi bor edi. Oddiy bir namozxon, oddiy bir obid inson edi", deb yig'lab qoldi. Men u insonga xafa bo'lmang. Men sizga bir hadisni aytib beraman. O'sha hadisni eshitib, otangiz bu dunyodan qanday ketganiga guvoh bo'lasiz inshaalloh dedim. Va buyuk bir hadis bor. Barro ibn Ozib radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadislar. Barro ibn Ozib radhiyallohu anhu aytibdilar: "Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan bir janozada ishtirok etdik. Ansoriyning janozasida. Janozasini o'qib qabristonga borganimizda qabr tayyor bo'lmagan ekan. To qabr kavlanguncha o'tirib turdik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam qibla tomonga qarab o'tirdilar. Qo'llarida bir cho'p bor. Cho'p bilan yerga nimalarnidir chizib o'tiribdilar. Biz esa Rasulimiz alayhisolatu vassalamning atrofida o'tiribmiz. Shu qadar o'tiribmizki, go'yo bizni boshimizga kelib bir qush qo'nsa, uchib ketmaydigan darajada qimirlamasdan o'tiribmiz. Shunaqa e'tibor bilan o'tiribmiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bir osmonga qaradilar, bir pastga qaradilar. 3 marta shunday qildilarda, qabr azobidan panoh so'raylar. Qabr azobidan panoh so'raylar deb 3 marta aytdilar. Va orqasidan o'zlari: "Ey Robbim, men sendan qabr azobidan panoh so'rayman" deb 3 marta qaytardilar. So'ng quyidagi gapni aytib berdilar. "Biz hammamiz eshitib turibmiz" dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday dedilar: "Bu dunyodagi oddiy bir mu'min bandani bu dunyodan ketish vaqti kelib, oxiratga safari boshlansa, quyidagi hodisalar ro'y beradi" dedilar. Osmondan birinchi navbatda bir farishta tushar ekan. Yoki malakani yoki 2 farishta debdilar boshqa rivoyatda. Haligi farishtaning qo'lida jannatdan olingan kafan bo'lar ekan. Jannatdagi atirlar bilan muattarlangan, ziynatlangan haligi kafanni olib, jon berayotgan otangizni yoki onangizni yoki qadrdoningizni oyoq tomoniga kelib o'tirar ekan. Ko'zi tushib turadigan joyigacha haligi inson ko'rar ekan, ammo biz atrofidagilar ko'rmaymiz ekan. Mana shunaqa paytda eslasangiz, xalqimiz orasida o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi deb qo'yamiz. O'zi bilan o'zi ovora bo'lish deganda, u inson bu dunyodan o'tayotganda haligi farishtani ko'rib turar ekan azizlar. Farishta shunday chiroyli ekanki, yuzlari munavvar, xuddi quyoshdek porlagan holatda kelib o'tirar ekan. Ro'parosida dalda berib o'tiribdi. Keyin jon oluvchi farishta keladi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. U kelib bosh tomoniga o'tirar ekan. Shunda u jonga qarab aytar ekan, haligi jismdagi ruhga qarab: "Uxriji, ey ruh, chiq endi. Rozi bo'lgan holatda, Alloh rozi bo'lgan, mag'firat qilingan holatda chiq. Chiqa qolgin endi. Chiqadigan vaqting keldi, chiq endi" deb shunday mayillik bilan haligini chiqarar ekan. To'g'ri azizlar, aslida jon berishlikda sakaroti bor. Jon berishlikda qiyinchiligi bor. Chunki hamma jon berishlikda sakarat bo'ladi. Lekin bu insonda jismidagi qiyinchilik, sakarat. Lekin aslida ruhni mana shunday chiroyli qilib olar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilarki, shunday o'xshatyaptilarki, xuddi bir idishdan suvni to'kkandan keyin eng oxirgi tomchisi suvdan silqib, idishdan oqib chiqqandaqa jon shunday ruh chiqar ekan. Haligi ruhni jon oluvchi farishta olishiga hech qancha muddat turmasdanoq
narigi kafanda olib tushgan farishta shunday olib kafanga o'rab olar ekan, jannat kafaniga. Uni olib osmonga chiqib ketar ekan azizlar. Osmonga chiqib ketganda, birinchi osmonga chiqqanda u yerdagi yo'liqqan farishtalar so'rar ekan, "Uncha ham shirin xushbo'y ekan bu ruha, kim ekan bu ruh?" desa, haligi farishta fulan ibn fulan, bu palonchini o'g'li pistonchi deyarkanki, bu dunyodagi eng yaxshi ko'rgan ismi bilan chaqirilar ekan. Kimidir jon, kimidir palonchi degan ismni yaxshi ko'rsa, mana shu ism bilan chaqirilar ekan. Ana bundan keyin yuqoriga 7-osmongacha chiqib borgandan keyin Alloh azza va jalla bu bandamni ismini illiyinga yozib qo'yinglar der ekan. Va buni hozircha tanasiga qaytarib turinglar. So'roq savol qilinar ekan qabrda, ruhi qaytar ekan tanaga.